Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday yaxshimi? Men bugun sizlarga bu o'choqning ko'zning ichki qismini tozalashni ko'rsatmoqchi. Yani tabiiyki neyimiz tabiiy narsalar orqali bu yani ko'rganlaridek sudadim bunun ichiga az miqdorda to'kdim. Holatda bunun ustiga oqachiq suv, işletmeydiğen şu çötkanlar arkalık uğursanlar oludu. Yaxshi uğursak oludu. Bekrak menet bulup kalgan bolsa jıqraq sıxsanlar boludu. Köydünler menin bek dağılışıp ketipti. Bunun için yani qayta sıkıştı doğru geldi. Ben qayta qildim hazır. Yeni bir qator işlemler. Yoki bo'lmasa qayta sıkmışsanlarmı? Suda bilan açıq suvni qo'yib 15 minut etrafida saqlasanlar bo'laveradi. Buni tekrar bu tish purtisi bilan tozalasanlar bo'ladi. Ko'rdinglar bu holatda oqirishga boshlaydi. Bu sudan azazini qayta qilsanglar bo'ldi. Jiqroq 15-20 minut saqlasanlarmi, texabakroq unumini ko'rsizlar. Men bu videoni o'chirib turib yaxshi holatda toza, lekin foydasini haqiqatan ko'rsizlar.